Avvalroq Toshkent shahrida 11 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilib, zo'rlab kelgan erkak qo'lga olingani haqida xabar berilgan edi. Ushbu holat yuzasidan sud hukmi e'lon qilindi. Bu haqida Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Zokirjon Qo'ziboyev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 5 nafar bolaning otasi bo'lgan 31 yoshli erkak qonuniy xotini bo'la turib, boshqa bir erkak bilan rasmiy nikohi bekor qilinmagan ayolni o'ziga ikkinchi xotin qilib olgan. Muhim yangiliklarni birinchi bilishni istaysizmi? Unda kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Bundan tashqari u ikkinchi xotinining voyaga yetmagan 11 yashar qizni ham muntazam zo'rlab kelgan. Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy jinoyat sodir etgan 31 yoshli erkak rad etib bo'lmas dalillar bilan qo'lga olingan. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud hukmi bilan erkak Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun 16 yil va 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Hukm qonuniy kuchga kirgach, undan jabrlanuvchi foydasiga 254 million 653 ming 783 so'm moddiy zarar undirilishi belgilangan.